bilaman. Jonim. Ha, bilsangiz yaxshi. Assalomu alaykum. Asal, kuyov bola kelganini aytganmidingiz? Yo, behijolat. Barcha suhbatinglarni kino ko'rgandek ko'rdim. Meni qizingiz chaqiruvdi Botir aka. O'char ovozingni. Sendagi kuyovdan Xudoning o'zi asrasin. Hozirroq uydan chiqib ket. Azizim, siz noto'g'ri tushundingiz. Biz shunchaki Sen buzuqi, og'zingni ochma. Bugundan boshlab taloqsan. taloq qo'yganingiz bilan mahrimni berib qo'ying, xo'pmi? Menga qara, oladiganingni shu paytgacha olding. Nonkor. Qanaqa ahvolda yasharding? Dadajon. Eslab ko'r. Seni kim odam qildi? Men odam qildim. Menimcha, seni ko'raman deb o'lib turganim yo'q, xo'pmi? Maqsadim korxonaga ega bo'lish edi. Sendagi qari to'nka bilan yasharmidim? O'char ovozingni. Yo'qol dedim senga. Dadajon, qizishmang. Qon bosimingiz oshadi. Yuring, Davron aka. Hozir. Iflos. Opa. Qudrat, aslida senda ko'ngli borga o'xshaydi. Yo'q. Men bir o'qimagan, qamalib chiqqan yetim bola o'zi. Uni atrofidagi girdi kapalak bo'lib yurgan bolalarni ko'rsangiz, hammasi boy bolalari. Sen qizlarni yaxshi bilmas ekansan. Qiz seni qanchalar sevishini ko'zlaridan sezdim. Opa. Qudrat aka, nega meni hayotim bu qadar chigal? Atrofimdagi odamlar meni faqat dadamni puli, obro'si uchun yaxshi ko'rishadi. Men shunchalik yomon odammanmi? Yo shunchalik xunukmanmi? Men o'zimni hech bir manfaatsiz, borimni sevadigan inson bilan yashashni xohlayman. Asal. Siz qalbingiz toza. Siz yaxshi qizsiz. Xudo xolasa baxtli bo'lasiz.